bor, bugungi kunda shu hormonal muammosi bor, qanchadan qancha bola-chala bor. Endokrinologga doktorga borasizlar. Olib bormaydigani qancha, olib borgani ham qancha kimik dori bilan, lekin uyga kelib bittasi ratsiondan to'g'rilamaydi. Yoki mana shamolayotgan. Rozimisiz? Bitta olamanda. Rozi bo'ling, shuncha narsa oldim sizdan. Rozi bo'lasiz. Yoki bo'lmasa oddiy mana bu anjirni choyga qo'shib damlab bermaydi. Oddiy yoki namatak damlab bermaydi yoki jiydadan choy qilib bermaydi-da. Magazinga kirib, soklar, nimalardir olib berasizlar. Mayli olib beringizlar, o'zlaringiz pulingizga olib beryapsizlar. Doktorning puliga yoki doktorning bolasiga olib bermayapsizlar-da. Lekin shunga yarasha kasallikka ham bolangiz bilan birga kasallik ham ko'p katta bo'ladi. Hech qaysi bolaki bolaligida kasal bo'lib katta bo'lganda bittada sog'lom bo'lmaydi. Bundan bo'lmagan, bundan keyin ham bo'lmaydi qizlar. Mana masalan, xurmolarni beringlar. Kalsiy ko'payadi, gemoglobin, ferritillar oshadi, hech kim qilmaydi. Mana ikki kundan so'ng narsalarni olib beraman. Ketib yuring.